Assalomu alaykum. Mahallaga zavla yurishgan ekan. Yorug'lar juda ko'p tushib ketgan ekan. Shu hisobiga o'zimizdan paxtaklarga zavla yoki zakaz qilishdi. Holatlari. Yorug'lar tushib ketibdi ko'priga. Bo'lmagan holatda ham, suv tushgan holatda ham ko'prik yoriq paydo bo'lgan ekan. Mahallaga zavlalarda. Endi mahallaga zavla chiqaradiganlarda ham insopligi bor, insofsizi bor. Insoflilari sal sementini ichiga qo'shilgan mahsulotini yuqori qo'shib turib chiqaryapti. E'tirozimiz yo'q, malades deymiz. Lekin qo'ldan chiqquncha egasiga yetguncha deganlari ham bor. Avtoklaga zavod. Hech qanaqa yoriq holatlari bo'lmagan. Holatlari endi holatga qarab bizda masalan aytamiz 5% gacha ko'chish ehtimoli bo'ladi. O'shanda ham singan, netganda bo'lmaydi, ko'chgan bo'ladi. Ya'ni shu holatda ichcha ko'chgan bo'lib qoladi, uni tushirishda, chiqarishda, yuklashda shu hisobiga. Lekin yorilishni hech qanaqalari bo'lmagan. Shu hisobiga ona zardevorga ham avtoklav urib yuborilyapti. Ya'ni shuncha pul sarflagan joyimiz endi qolmasin. Holat bitta ketdim jilini. Shu bilan yorilib ketaveradi. Choklari ya'ni bir tekisda bosmagan. Yorilishlar o'ta darajada yuqori. Ichki holatlar. Sizlarga tavsiya qilamiz, agar imkon boricha mablag' yetadigan bo'lsa avtoklab gazoblok ishlatishlaringga yoki mahalliy gazoblok olganda ham surishtirib netib, ertaga yorilish holatlari bo'lmaydimi? Xijolatchilik bo'lmaydimi? Chokalari bir tekisda bosadimi? Shular surishtirib netib olganingiz ma'qul deyman. Xijolat buni uchun normal pul sarflangandan keyin shuni bitta hisobga olib qo'ysalar ham bo'ladi. Avtoklab gazoblok zarar bo'ladigan bo'lsa 99 654 45 95 raqamlariga murojaat qilishlaring mumkin. Holatlar. Bu hamki qo'lda ikkinchi etajga olingan, katta mashina sig'magan, kranda bo'lmagan uchun qo'lda olingan hisobiga o'sha chekkalarda ko'chish ko'payib ketib qolgan.